ishlariming zo'r o'rnatib, cho'tki montaj qilib qo'yib, prosmotr yig'aman deb, undan ko'ra bitta cho'tki ishlarni o'rnatib, egasidan bir o'zini xolis ko'pchilik o'zini maqtayverasizlar deyishadi. Biz hozir mana mikrofonli obyektimizni o'rnatganmiz. Okomradan ishni o'zini so'raymiz. Reklamam bor. Ha, reklama. Okey, xolis mana promo, shunday ishimizni sifatini bitta o'zingiz baho berasiz. Nima bo'ladi mana shu yerda? Xullas, men internetda ko'rdim Hozirxonda, oldin tanamaganman. Ishiga qoyil qoldim. Lavziga ham, ishiga ham qoyil qoldim. Men tavsiya beraman. Ancha joyi zakasini berganmiz. Bu birinchi etaj. Kiralarni inshaalloh juda chiroyli qilib berishadi. Faqatgina mana atmosferaga qo'ying. Xullas, mana atmosferaga Bu atmosfera. Rizo eshiklari yomon edi. Mashina, mana atmosferaga juda havas qildim Okomlar uylariga. Endi bu bizga endi ko'chishga harakat majburida ishlar bor. Romlarni qo'yib. Romlarga like ma'niga kutgan sifat chiqarib berdi. Lekin narx-navo bo'yicha ham mana shu ko'miz xursand qilganlar. Men juda ko'p joyga borib surishtirib, o'sha paytda seniki nechi pul deb borib, pulikini narxini so'ramaganman o'sha payt. Chunki sifat juda ajoyib edi. Ko'rsatmayman. Ishingizga rivoj bersin. Bu reklama uchun emas, ishingizga rivoj bersin. Alloh baraka bersin. Rahmat. Men xursand qildingiz meni. Shunaqa klip xursand bo'lsa bo'ldi, pul topiladi. Men tavsiya beraman xullas. Xolasa. Hozirxon. Tepasidan o'qib. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Ming rahmat. Rahmat aka. Bergan pulimizga rozimiz, mingdan ming. Rahmat aka. Atmosfera. Aka sizga ham qulluq uyingizga qutlug' bo'lsin. Berayli, mana buni besar bo'lyapti, necha soat. Xudo xolasa, endi yangi ko'chirtgan uy ham tushunadi o'zi. Lekin juda chiroyli chiqdi. Uyingiz ham juda havas qiladigan darajada bo'ldi aka. Tanjaningiz sog' bo'lsin.